Sekingina qarang qani, uydagilar bizga ketayotganimizga yig'layaptimi? Boy bo'lishim birinchi qadamni boshladik. Nima unaqa deyapsan? Qiz bizni erga beryapmiz-ku, endi boy bo'lamizda. Sal xafaroq xursand bo'l. Siningga go'shtli manti qilgandim, olib borib ber, sen kelguncha kartoshka qovurib qo'yaman. O uyda go'sht mantiydi, biz kartoshka. Qiz bergani tili qisiq deydi, hamma shunaqa qiladi, bor. Qolmabdi-da. Ana bu tishingga, mana bu betingga. Kiyoz vitigacha. Yo'qda bet bormi? Bet bo'lsa shuncha narsa so'raydimi? Keldingmi bolam? Sening yaxshi ekanmi, choydan ol. Kuyov to'y xarajatlariga yomon qiynalib qolgan ekanda. Ne? To'ydan oldin vijdon bilan g'ururni qo'shib sotgan ekan-ku. Qargana tugab qoluvdi-da. Endi oshib tushding sani. Nima men asli olganmisizlar? Ha, asrab olganmiz. O'zimni borib daryoga tashlayman. Asal qizim, Novat qizim, Shakar qizim, Pashol qizim, bor, tasha. Ona bitta jonliqimiz bor edi, o'lib qoldi. Quyonmi? Ha, shuni yo'qligini bildirmaslik uchun ona bola sigir olib bersangiz degdi. Donda yashaysan-ku. Farqi nima, padizda boqaveramiz. Bo'ldi bo'lmasa bizanki kelib yashayveringlar. Ay, tupoy, bizda sigir yo'q-ku. Farqima bor, sigirday sog'yapti-ku bizani. Akana, proxushkamizga hech nima yo'q edi, bitta gilamchog'i ber. Ikkita deyma, ikkita. Yek gilamlardan olib keling faqat. Algoritmga joylashgan Samarqandga gilam yangi filialiga xush kelibsiz. Aka menga sifatli hamyonbop gilam kerak edi. Gilamlarimiz zavod narxida. Marhamat. Nima buncha dahshat bu? Eron gilamimi? Eron bilan birga bir ishlangan Samarqand yeg gilamlari. Aka. Ana gilam deganiga gilam udarini olib kelyapman. O gilamlaring bor ekan-ku. Endi yek gilamlar boshqacha-da. Rahmat sizga. Qayoqqa? Shim bilan turistga olib kelay, baribir bizga o'ldirasiz-ku.